Assalomu alaykum, umar kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz Aslanning baliq tutishi. Tog' bag'rida bir o'rmonlikning yonida bir kichik daryo bor ekan. Daryo suvi shildirlab eqib turadi ekan. Baliqlar u yoqdan bu yoqqa uzishib o'ynaydi ekan. Kun chiqishi bilan tang mushuk Aslonni boshlab daryo bo'yiga baliq tutqili mengibdi. Ular qarmoqlarini suvga tashlabdi. Mushuk butun diqqati bilan suv yuzidagi bujg'onni kuzatibdi. Aslan amdila o'ltirib turishiga bir ying'og'ich uchib kelibdi. Aslan kichik aeroplandek u yoqdan bu yoqqa uchib yurgan ying'og'ichga qiziqib qolibdi. Aslan ying'og'ichni bak yaxshi ko'rib qolibdi. U qarmoqni tashlab ying'og'ichni qovlashga boshlabdi. Ying'og'ich tutib barmay uchib ketibdi. Aslan quruq qo'l daryo bo'yiga qaytib kelibdi. Mushuk qarmoq tashlab bir cho'ng baliqni tutib olibdi. Aslanmo qo'liga qarmoq elib cho'ng bir baliq tutmoqchi bo'ldi. Bir chiroyli kepinak uchib kelibdi-da, Aslan unimi yoqtirib qopdi. U qo'lidagi qarmoqni tashlab, kepinakni qo'g'lab mengibdi. Kepinak uchib ketibdi. Aslan yana quruq qo'l daryo bo'yiga qaytib kelibdi. Aslan mushukning chiligida bir nechta cho'ng baliqning turganligini ko'ribdi-da, o'z-o'ziga: "Ajabmi zo'rakdim. Onam bir necha cho'ng baliq tutibdi. Men bir tal belichonni tuta olmadim" debdi. Anisi uningga: "Baliq tutishda ko'ngil qo'yish kerak. Sen birdam ying'og'ichni, birdam kepinakni qo'g'lab yursang, qandoqmi baliq tuta olaysan?" debdi. Aslan xijil bo'lib, o'rnida o'ltirib, anisini do'rab, astoydillik bilan baliq tutibdi. Ying'og'ich Aslanning yoniga uchib kelibdi-kan, Aslanning uning bilan kari bo'lmabdi. Kepinakmo uning yoniga uchib kelgan ekan, uningga pisand qilmabdi. Dal mushu chaqda qarmoqqa baliq ilingandek tuyulibdi. Rostmi cho'ng bir baliq qarmoqqa ilinibdi. Baliq cho'plikda qalaymaqan sakrashga boshlabdi. Aslan uni tutib chelakka sapdi. Aslan ko'ngil qo'yib baliq tutib, uzoq o'tmay chelakni baliq bilan liq toshqizibdi. Kun patay deganda Aslan anisi bilan tutgan baliqlarini ko'tarib, qo'shil-xo'ram holda uyga qaytibdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.